Assalomu alaykum. Hurmatli ushbu mebel guruhini a'zolari hamda usta Shohruxbek. Mana biz aytgan zakazlar tayyor bo'lib, xonadonimizga o'zlari olib kelib qo'yib ketishibdi. Shohruxbek, mehnatlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Biz aytgandan ham ziyoda chiqibdi. Mana o'zingizni ustoningizga borib fasollarni ko'rdik. Ham biz o'zimiz aytgan gullarni mana qoraytirib, ham biz aytgan materiallar mana bo'rtib chiqarilgan. Biz aytgandan ham ziyoda bo'libdi. Chiroyli chiqibdi. Doimo shunaqa mebellarni zo'rlarini qilib yurishni nasib qilsin. Allohim martabangizni bundan-da ulug', bundan-da ziyoda qilsin. Kattakon rahmat Shohruxbek sizga. Ishlaringizga omad yor bo'lsin hamisha. Sog' bo'ling doim.